Sizga bitta savol, 10 ta entryda atiga 3 tasi to'g'ri chiqsa ham foydada bo'lishi mumkinligini bilamidingiz? Ko'pchilik bu narsaning ilojisi yo'q deb o'ylaydi. Lekin to'g'ri risk management va risk reward boshqarish orqali bu narsaning ilojisi bor. Buning yaqqol isbotini iyun oyidagi natijamdan ko'rishingiz mumkin. Prime Brokerda real hisob. Bitta narsaga ishonchim komil, bu videodagi o'rgatiladigan narsalarni mukammal o'rganib olsangiz, tradingni hech qachon slip qilmaysiz. Video boshlanishidan oldin like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'ying, trading haqida foydali videolar chiqaraman. Birinchi o'rinda risk reward nimaligini bilib olishingiz kerak. Risk bu stop lossga ajratadigan summangiz. Reward bu take profitdan oladigan pulingiz. Buni qisqartirib RR deb atashimiz mumkin. Ko'pchilik traderlar ishlatadigan risk reward bu 1 yoki 1 yoki 1 risk reward bo'ladi. Bu yerdagi 1 sizni stop lossga ajratayotgan pulingiz. Ya'ni $10 stop lossga qo'yapsiz misol uchun. 1 risk reward ishlaganingizda siz $10 stop loss, $10 take profit olasiz. 1 risk reward ishlayotganingizda stop lossga qo'yayotgan pulingizdan siz oladigan foydangiz 2 baravariga katta bo'ladi. $20 misol uchun. Bu $100 bo'lganda $200 bo'lardi. 1 risk rewardda $10 stop loss qo'yapsiz. Take profitingiz bundan 3 baravar katta bo'lyapti. Ya'ni $30 bo'lyapti. Bu narsaning foydasini tushuntirib beraman. Misol uchun 1 risk reward bilan ishlaysiz va $10 stop loss qo'ydingiz va stop lossingiz olindi. Endi yana bitta entry qilyapsiz. Siz yana stop loss oldingiz. Jami $20 zarar qilyapsiz. Endi bitta entringiz take profit oldi, ya'ni siz $20 foyda qilasiz. Ikkita entrydan yo'qotgan summangiz $20, bitta take profit topgan pulingiz $20. Hozir 3 ta entringizdan ikkitasi stop, bittasi take profit olgan bo'lsa ham siz zararda emassiz. Balans hozir plyusda emas, minusda emas, 0 holatida. Yoki endi buni 5 ta nimada tushuntirib beraman. 5 ta entry bo'yicha. 5 ta entry qildingiz. 3 tasi stop loss olyapti. Ikkitasi tabi. Ikkitasi take profit oldi. 3 ta entry stop loss olgani uchun siz $30 zarar qilasiz. Endi orqasidan 2 ta take profit oladigan bo'lsangiz $20 dan siz $40 foyda qilasiz общий. Umumiy hisobda siz 5 ta entry'dan 3 ta stop, 2 ta take profit olgan taqdirda ham $10 foydada chiqasiz. Hozirlarga o'rgatgan risk rewardimi OT, ya'ni optimal trend entry savdo setupi bilan qanday qo'llanilishini ko'rsatib beraman. Agar siz OT nimaligini bilmaydigan bo'lsangiz, YouTube kanalimda darslik bor. Bu videoni ko'rganingizdan keyin albatta uni ham ko'rishingizni maslahat beraman. Ko'rishimiz mumkin, trendimiz hozir uptrend holatida. Bu holatda biz sell sidedan buy sidegacha Fibonacci'miz tortib olamiz. Tortdik. Bizning stop lossimiz pastki sell side zonada, take profitimiz buy side zonada bo'ladi. Savdoga kirish uchun entry zonalarimiz shu 3 ta Fibonacci darajasi bo'ladi. Xo'p, bu yerdagi 0.618, 0.706, 0.79 zonalardan buy entry qilish mumkin. Agar birinchi zonadan buy entry qiladigan bo'lsak, bizning risk rewardimiz har doim 1 ga 6 risk reward bo'ladi. Misol uchun stop lossga $10 qo'yadigan bo'lsangiz, sizni take profitingiz $16 bo'ladi. Ikkinchi, ya'ni 0.706 zonasidan kiradigan bo'lsak, bizning risk rewardimiz 1 ga 2.4 bo'ladi. $10 stop lossga qo'yilyapti. Oladigan foydangiz $24 bo'lyapti. Uchinchi entry'imizdan, ya'ni 0.79 zonasidan risk rewardimiz 1 ga 308 bo'ladi. Ya'ni stop lossimizdan biz take profitimiz 308 marotaba kattaroq. Agarda shu uchala limitimiz olinib, biz stop loss oladigan bo'lsak, jami yo'qotadigan summamiz $30 bo'ladi. Agarda birinchi entry'imizdan limitimiz olinib, take profitimiz olinsa $16 foyda qilamiz. Ikkita limit, ya'ni 0.618, 0.706 zonalarda limitlarimiz olinib, savdoga kiradigan bo'lsak, biz $40 foyda qilamiz. Agar uchala entry'imiz limitlarimiz ishga tushib, take profit oladigan bo'lsa, biz $78 foyda qilamiz. Agar hamma ochgan savdo bitimlarimiz stop loss oldi, biz $30 zarar qilyapmiz. Keyingi entry'dan xuddi shunaqa $30 zarar qildik. Orqasidan bitta take profit olyapmiz, biz $78 profit qilamiz. Bu degani $18 sof foyda bo'lyapti ikkita stop lossdan keyin ham. Menimcha risk reward haqida yetarlicha tushuncha oldingiz, endi risk management haqida gaplashamiz. Risk managementda hamma har xil tuzadi. Men hozirgi bu videoda aynan o'zim ishlatadigan, o'quvchilar ishlatadigan risk management sizlarga o'rgataman. Men sizlarga yaxshi ko'rinish uchun yolg'on gapirib o'tirmayman. Eng kamida Forexda savdo qilmoqchi bo'lsangiz, $1000 depozit kerak bo'ladi stabil savdo qilish uchun. Bu eng kamida. Undan kam bo'ladigan bo'lsa ham bahona bo'la olmaydi sizlarga. Chunki hozir zamon rivojlangan, sandwich shotlar bor. Ya'ni balansingizga $100 soladigan bo'lsangiz, bu sizga $10,000 bo'lib tushadi.
Bemalol 10 ming dollar kapitalni boshqarganda risk managementga amal qilib savdo qila olasiz. Muammo emas 100 dollar bilan. Lekin bitta narsa 100 dollardan men 2000 dollar qilaman degan narsani xayolingizdan chiqarib oling. Bu narsani to'g'ri qilsa bo'ladi. Shaxsan o'zim ham 200 dollardan 1800 dollar qilganman bitta entryda o'zidan. Buni YouTube'da darsli videosi ham bor, Telegram kanalida akkauntni login parolni ham tashlab qo'yganman. Ko'rib olsanglar bo'ladi. Bunaqa natija qilish uchun sizda kuchli bilim, tajriba bo'lishi kerak hamda yo'qotishga tayyor bo'lgan pulingiz bo'lishi kerak. Chunki bundan foyda qilish uchun bor marja, ya'ni bor kapitalda risk qilishingizga to'g'ri keladi. Lekin siz oz vaqt ichida katta foyda qilgandan ko'ra, uzoq muddat davomida stabil daromad qilishga qiziqishingizni maslahat beraman. Shunda uzoqqa borasiz. 1000 dollar balansga qanaqa risk menejment ishlatamiz? Professional traderlar har bitta entry'ga maksimum 0.5-1% risk qiladi, chunki ularda kapitali bo'yicha 1% foyda ham katta pul bo'ladi. Siz bilan menga o'xshagan traderlar uchun tavsiya qilaman 3% risk qilishni. 1000 dollar balansga 3% risk degani bu 30 dollar degani. Agar ochgan savdo bitimi stop loss oladigan bo'lsa, siz balansingizdan 30 dollar minus bo'ladi. Kunlik foydani ham shu 3% ga to'g'rilaymiz. Ya'ni siz bir kunda ichida 30 dollar foyda qildingizmi, bo'ldi, bugungi planingiz to'ldi, boshqa savdo qilishingizga hojat yo'q degani. Siz o'ylashingiz mumkin, bu foyda meni qoniqtirmaydi deb. Lekin buni 22 trade kuniga bo'ladigan bo'lsa, ya'ni forex ishlasangiz, haftada 5 trade kuni, ya'ni ish kuni bo'ladi. Bir oy davomida 22 trade kuni bo'ladi. Kuniga 3% dan, ya'ni 30 dollardan har bitta entry'ga risk qilib kiradigan bo'lsangiz, bir oy davomida siz 660 dollar profit qilasiz. 1000 dollar balansga bu 66% foyda degani. Umuman olib qaraganda bu juda ham zo'r natija. Xuddi shunaqa har bitta entry'ga 3% dan risk qilib, 1-2 risk rewardda ishlaydigan bo'lsangiz, 30 dollar stop lossga qo'yapsiz. Siz oladigan take profitingiz 60 dollar bo'ladi. Siz entry qilganingizdan keyin 30 dollar foydaga kirish bilan savdo bitimingizni yo'qolmaysiz. Bu 30 dollar sizga minimalniy foydangiz, bir kunlik. Undan ko'p bo'lsa zarar qilmaydi. O'zi bir kunda nechta entry qilish kerak, shu haqida tushuntirib beraman. Kuniga bitta take profit oladigan bo'lsangiz, bemalol kunda yakunlashingiz mumkin. Shuni o'zi yetadi. Kuniga bittadan ikkitagacha entry qilishingiz bu zo'r degani. Chunki siz umuman psixologiyangiz buzilmaydi, bemalol o'tirib trade qila olasiz aql bilan. Endi 3 tadan 4 tagacha entry qilish bu yaxshi degani. Chunki siz birinchi, ikkinchi entrylaringizda stop loss olgan bo'lsangiz, 3 va 4-larda take profit toptirib, zararni qoplab olishingiz mumkin. Ham foydaga chiqishingiz mumkin. 5 va 6-entrylar bu yomon desa ham bo'ladi. Umuman olganda yomon emas, shunchaki xavfli. Agarda siz 4 entry qildingiz, 3 tasida stop loss, bittasi take profit olgan taqdiringizda siz psixologiyangizga bu narsa ta'sir qilishi mumkin. 5 va 6 da qiyinroq bo'ladi savdo qilish. Iloji bo'lsa 5-6 ga bormasdan kun davomida yaxshi setup topib, bitta kirish kerak, bitta take profit olish kerak, bozordan chiqish kerak bo'ldi. Hozirlarga o'rgatayotgan narsani havodan olib gapirmayapman. Hammasi o'zim va o'quvchilarim savdolarda ishlatadigan qoidalar hisoblanadi. Bemalol buni isbotini Telegram kanalimdagi videolardan ko'rib olishingiz mumkin. Ya'ni deposit qilganim va pul yechganim hammasi real akkauntligini isbotlari bilan joylangan. Bugungi videoda risk menejment va risk reward haqida gaplashdik. Agar video 10 mingta like yig'adigan bo'lsa, keyingi video tradingdagi psixologiya haqida bo'ladi.